Bugun jamiyatning ichidan yemirayotgan eng xavfli virus bu qimor reklamalari. Uni targ'ib qilayotgan blogerlar o'zini ijodkor, influencer, motivator deb ataydi. Asli esa ular go'yo odamlardek harakat qilayotgan, lekin o'ljasi uchun har narsaga tayyor shoqollardir. Ular pulning hidini sezgan joyda axloqni unutadi. Jamiyatning dardini emas, shovqinini sotadi. Ular yoshlarning ishonchini, orzularini, hayotini qimor o'yinlariga almashtirib o'z cho'ntagini to'ldiradi. Ular har bir storyda, har bir videoda bir oila yiqilishini, bir bola orzusining o'chishini, bir ota qarz botqog'iga botishini reklama qiladi. Lekin bunga content deb nom beradi. Bu blogerlar nafaqat axloqsiz, balki befarq. Ular o'z tomoshabinlarini auditoriya deb ataydi. Lekin bu auditoriya tirik insonlardan iborat ekanini unutishadi. Qimor reklamasini qilayotgan har bir post jamiyatning yuziga tis solgan yara, ijtimoiy ishonchga zarba. Ularning odamlar o'zi xohlasa kiradi degan bahonasi bu shoqolning o'z o'ljasi atrofida chiyillashidir. Chunki ular biladi, bu reklama yosh ongni aldaydi, qaramlik tug'diradi, insonni o'z mehnatdan nafratlanadigan darajaga olib keladi. Sizlar qimor reklamasini targ'ib qilayotgan blogerlar, sizlar insonlarning orzularini sotayotgan shoqolsizlar. Sizlar uchun axloq, vijdon, mas'uliyat bu so'zlar reklama kontrakti boshlangan zahoti yo'qoladi. Sizlar insonlarning dardini eshitmay, faqat ularning cho'ntagini ko'rasiz. Sizning kontentingiz bu jamiyatga qilingan xiyonat, sizning reklamangiz bu jinoyatni bezab ko'rsatishdan boshqa narsa emas. Siz bugun reklama qilyapman deb o'ylaysiz. Asli esa siz inson ruhini yemiryapsiz. Sizning link bosing, bonus oling, shansni boy bermang degan so'zlaringiz bu jamiyatni yovuzlikka chaqiruvchi iboralar. Bu nafaqat axloqsizlik, balki vatan va millat kelajagiga qarshi xiyonatdir. Shuning uchun sizga qat'iy aytaman, to'xtating. Chunki har bir shoqolning jazosini beradigan arslonlar yetarlicha.